Shtab ona bolali akalarimiz diqqatiga to'g'ri 06 ga tushgan mana shu to'g'ri burchak uchastka topib qo'ygan. Mana вообще shikalat variant. Mahalla ham bor, вообще fayzli mahalla ekan, ko'ryapsizlarmi? Keng asfaltlari qilingan. Shundoq aniq mo'ljalimizda ona bola bolnitsasi bo'ldi. Mana bu ona bola bolnitsasi joylashgan. Mana shu ikkinchi liniya bo'ldi. Birinchi liniya, ikkinchi liniya bo'ldi. Akalar bu yoqdan ham ko'cha chiqib ketsa bo'ladi. Mana ko'chalarni ko'ryapsizlar. Fasadimizda akalar 14,5 ga tushgan bo'ladi. Toza pishgan g'ishtdan qurilgan. Bu mahallada sentralniy kanalizatsiya, gaz, suv, svetlardan muammo yo'q. Narxi bor, вообще shikalat narxda videoni oxirida narxini aytaman. Hozirdan bitta like bosib qo'yinglar. Shunaqa fayzli xonadon kelganman. Bu darvozaxonamiz bo'ladi. Darvozaxonaga kirganda bemalol 3 ta mashinani sig'dirib olsanglar bo'ladi. Endi uchastkada ko'pchilik hozir ichkariga mashinani qo'ymaydi. Tashqariga mana mashinani qo'yishga ham sharoitlari bor. Mana bular ko'ryapsizlarmi? Oyoq telarni nima deylardi? Kommentariyada yozib yuboringlar. Bilganlar bo'lsa, travertili fasadlari, mana ko'ryapsizlarmi? Gap bo'lishi mumkin emas. To'g'ri burchak okalar naqd 6 ta xonasiga ega, sanuzel, kladovka va podvollariga ega. Qaranglar, hovlimizni ko'ryapsizlarmi? Yashil maydon, o'rtada mana shunaqa mini basseni bor ekan. Hamma narsasi ishlaydi akalar. Anta o'zi ham chiroyli qilib archalarga ko'rsanglar, haqiqiy o'zbekona uchastka. Qaranglar. Bu yoq tarafimizda asosiy bino 3 ta xona joylashgan, bitta kladovka, mana shu xonamizda tegi yaxlit podvol bo'ladi. Podvolga mana bundan tushsak bo'ladi. Bu yoqda bitta oshxona, yana bitta xonamiz bordi. Etek tarafida akalar hammom tualetlari joylashgan. Mana bu yoq tarafdagi xonalar soni 2 ta bor. Bu yoqda bitta xona, mana bu yoqda bitta xona. Va spalnining ichida o'zini sanuzellari ham bor. Umumiy maydonimizda to'g'ri 06 bo'ladi. Kadastr hujjatlaridan muammo yo'q. Aytib o'tganimdek, gaz, suv, svetdan вообще muammo yo'q. Endi narxi keladigan bo'lsa, okalar, startoviy narximiz 178 ming bo'lsa, baraka qilishingiz mumkin. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqam qoldiraman, telefon qilib barakasini ko'rasizlar. Sunnatiga o'tib beradigan joylari bo'ladi.